Assalomu alaykum, hurmatli No'xat Qo'ymotor kanaliga qatnashuvchilar. Bugungi kunga 30 may 2023 yil biz tushdagi kurslarni sizlarga tanishtiramiz. Sizlardan olsay like bosib, kommentariy yozib qo'yinglar. Hurmatli baringizlarga No'xat shahridan jalbinsiz salom aytamiz. O'zimning atimdan janob No'xat Qo'ymotor kanalining atidan sizlarga salom aytamiz. Baringizlar tinch bo'linglar, mamnuniyat. Bu bir kishiga tushib ketdi, borib ko'ramiz qancha ekan. Hurmatli biz hozir birinchi kompaniya bankaga keldik. Kompaniya bankda 87 so'm 40 dollar, 90 so'm 80 euro, 1075 ekan rubl. Hurmatli rubl kishiga tushib ketdi. Bugun boshqacha yo'l qanday ekan ko'ramiz. Hurmatli biz Boqay bankga kelamiz. Boqay bankda 87 so'm 50 dollar, 94 so'm euro, 1075 ekan bu yerda rubl. Hurmatli qaranglar. Hurmatli biz hozir Aziya bankga keldik. Aziya bankda 87 so'm 60 dollar, 94 so'm euro, 1080 ekan bu yerda rubl. Hurmatli qaranglar, bu yerda sal rubl qimmatroq ekan. Hurmatli biz Qirg'iziston bankga keldik. Qirg'iziston bankda 87 so'm 50 dollar, 90 so'm 70 euro, 1080 ekan bu yerda Qirg'iziston. Mana qaranglar hurmatli. Dollar mı? Hurmatli mana qulama shu joyga keldik. Bu yerda 87 so'm 60 dollar, 1070 rubl. Qozoq tengasi 0.18 teng, O'zbekiston 0.75 teng. Qaranglar hurmatli. Hurmatli bu yerda Ekoslom bankga keldik. Ekoslom bankda 87 so'm 50 dollar, 90 so'm 50 euro, 1075 ekan rubl. Hurmatli qaranglar. Hurmatli tuğanlar, shunday No'xat Qo'ymotor kanali sizlarga qo'shib, tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Ko'chasiga salomat bo'linglar. Rubl ko'tarsa da qaytamiz. Ko'ngillar tushiringlar, hurmatli baringizlarga No'xat shahridan jalbinsiz salom aytmoqchimiz. O'zimning atimdan janob No'xat Qo'ymotor kanalining xizmatkorlarining atidan tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Tushlik tomonda tatlı olsun demek için. Esselamu Aleyküm, rahmetullahi ve berekatuhu demek için.